Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa Moskva shahridan, xudo xolasa navbatdagi avtobusimiz chiqib ketyapti aka-ukalar. Kimdan kim ketadigan bo'lsa, ishonchli nomerlarga qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar aka-ukalar. Mana yuklar, shopirlar yuklayapti. Akalar, bizda yo'nalishda har kuni amalga oshiriladi. Avtobus narxlari 5000 rubldan. Kimdan kim ketadigan bo'lsa, bemalol telefon qilib, murojaat qilib, aloqaga chiqishlari mumkin aka-ukalar. Avtobuslarimiz komfort talabga javob beradi. Mana aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Samarqandliklarga nima deysiz aka bu avtobus haqida? Avtobus haqida endi o'tirib o'tirsak Xudo xolasa, yaxshimi aka? Dokumentlaringiz yaxshimi sizni? Aka-kalar, mana avtobuslar ichki holati. Mana akalar so'mka-pomkalarga pul olinmaydi, dokument yo'q aka-ukalar ham bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Mana akalar, avtobusning ichki holati komfort talabga javob beradi. Zaryadkalar ishlayaptimi? Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Farg'onaliklarga nima deysiz? Yaxshimi avtobus? Ma'qulmi? Xudo xolasa. Aka-ukalar, mana xudo xolasa bizda reyslar har kuni amalga oshiriladi. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar.